Dada, oyi qaydasizlar? O'g'lim, tinchlikmi? Dada, bugundan boshlab ishlamaysiz. Men ishlayman endi. Bugun birinchi oyligimni oldim. Yaxshi ishlaganim uchun mukofot puli ham qo'shib berishdi. Dada, bugun choyxonaga chiqing. Hamma o'rtoqlaringizni chaqiring. Oshini pulini siz to'lang. Siz choyxonaga qo'shila olmaganingizga sizni ustingizdan kulardi-yu, mazax qilardi-yu. Meni o'qitaman deb chiqa olmasingiz. Bugun borib to'rida o'tiring. Ona, turing ishingizni yig'ishtiring. Yuring, men sizni do'konga borib eng chiroyli, eng qimmat kiyimlarni olib beraman. Siz ham meni o'qitaman deb shuncha yildan beri ustingizga tuzukroq kiyim kiymaysiz. Mahalladagi xotinlar kulardi-yu. Endi eng zo'ri bo'lib yurasiz, ona. Dada, ona, endi eshigimiz ochiq tursin. Hech qachon yopilmasin. Biz muhtoj bo'lganimizda yaqinlarimiz yuzimizga eshigini yopishgandi. Ular kelganda eshigimiz ochiq tursin. Biz yordam beramiz, endi imkoniyatimiz bor. Dadajon, mana sizda tursin pul. Men shoshib keldim, sizlarni xursand qilaman. Hali ish vaqtim tugagan yo'q. Kechga kelaman, men ishga boray unda. Bizga ham yorug' kunlar kelar ekan onasi. Esingdami? Har kuni ishga borsam, dadasi bugun damingizni oling. Axir charchab qolasiz. Ertaga bunaqa qilib har kuni ishlayversangiz, sizga bir narsa bo'lib qolsa nima qilamiz biz derding. Men o'shanda hali meni dam oladigan paytlarim keladi degandim. Mana keldi. Endi bundan bog'iga dam olaman onasi. Dadasi, esingizdami? Doim siz menga ustingga kiyim olgin deb pul berardingiz. Xo'p deb olib, o'sha pullarni men sizdan yashirib o'g'limga berardim. Bilib qolib, so'kkaningizda hali kiyadigan paytlarim keladi derdim. Mana o'sha paytlar keldi. Endi eng zo'rlarini, eng qimmatlarini kiyaman.